Samarqand O'rta Osiyoning qadimgi shaharlaridandir. O'rta asr me'morchiligining ajoyib ustalari ishlagan va bizning davrimizgacha yetib kelgan bu yerdagi arxitektura yodgorliklari haqqoniy ravishda jahonga don chiqardi. Sharq tarixchilari Samarqand so'zining birinchi qismi, ya'ni Samar so'zi shu shaharga asos solgan kishining yoki shaharni bosib olgan kishining ismini ifodalaydi deb hisoblaganlar. Samarqand so'zining ohanglarida bir sir bor, sehr qudrat bor. Ko'hna va hamisha navqiron Samarqand tarix sarvaraqlarida dunyo go'zalliklarini o'zida jo qilgan yurt. Samarqand qadimgi yirik ilm-fan, madaniyat, ma'rifat markazi bo'lib kelgan. Bu zamindan dunyo ilm-fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk allomalar yetishib chiqqan. Samarqand madaniyatlar chorrahasi nomi bilan UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Bu shahar tarixiy yodgorliklari bilan butun insoniyat uchun ahamiyatlidir. Samarqand bu nomni eshitgan har bir yurakda g'urur uyg'onadi. Samarqandda tarixiy meros kelajak uchun ilhomga aylanib kelmoqda. Qadimiy minoralar orasida zamonaviy bilim nurlari porlamoqda. Samarqand ming yillarni bag'riga sig'dirgan, ammo har tongda yangidan tug'iladigan maskandir. Samarqand tarixdan kuch olib, kelajakka yo'l ochayotgan yurt. Bugun ham Samarqand o'sha ilhom manbai, o'sha g'urur maskani.